Psixologiya bu inson ruhini kashf qilish san'ati. Bugun siz bilan inson miyasining eng yashirin sirlarini ochamiz. Inson miyasidan bir kunda 50 mingga yaqin fikr o'tadi. Eng qizigi, bu fikrlarning aksariyati kecha o'ylagan fikrlarimizning takroridir. Biz odamni birinchi ko'rganimizda atigi bir sekundda u haqida xulosa chiqaramiz. Bu ong ostining yashin tezligidagi qarori. Odam hissiyotga berilganda aql 6 soniyaga sustlashadi. Shuning uchun ko'p odamlar nega shuni aytdim deb afsuslanadi. Yolg'onni yashirish qiyin, chunki uni eng tez oshkor qiladigan narsa ko'zlar. Chapga qarash, tasavvur. Onga qarash, eslash. Sevgan insoningiz ovozingizni eshitsa yoki xabar yuborsa, yuragingiz avtomatik ravishda tezroq ura boshlaydi. Bu fiziologik sevgi reaksiyasi. Kuchli odamlar ko'p gapirmaydi. Ular o'z fikrini ovoz bilan emas, amali bilan isbotlashni afzal ko'radi. Psixologiya bizni o'zimizga yaqinlashtiradigan oynadir.